Videoda reklama yo'qligi uchun like bosishni unutmang. Nima deb o'ylaysiz, xursandchilik qilish uchun qayerga borgan ma'qul? Misol uchun sirkka yoki biror bir komediya tomosha qilish uchun kinoteatrga. Lekin hech biringiz sport bilan bog'liq tadbirga bormasangiz kerak. Chunki sportchilar ommani kuldirish bilan shug'ullanishmaydi. Lekin ba'zida ular bilan ham shu qadar qiziq hodisalar yuz beradiki, kulgudan o'zingizni tiyib turishni iloji bo'lmaydi. Hozir sizni o'zingiz ham bunga guvoh bo'lasiz. Demak, kutib oling, sport musobaqalarida yuz bergan eng noqulay vaziyatlar. Demak, assalomu alaykum. Tomosha qilayotganingiz bu Fakt kanali. Basketbol. Hech kimga sir emaski, o'yin vaqtida o'zini ko'rsatish uchun mashg'ulot vaqtida borini berib harakat qilish zarur. Lekin hamma ishda ham oshirib yubormaslik kerak, yo'qsa ushbu basketbolchiga o'xshagan holatga tushib qoladi. U to'p bilan shu qadar birlashib ketdiki, natijada o'zi ham savatchaga tushib qoldi. Ha, bunday turukni hatto sirkda ham ko'rmaysiz. Muxlislar esa hayratda. Bo'lmasamchi, bizningcha ushbu holat ularda o'yindan-da ko'proq esda qolsa kerak. Boshqa o'yinchilar endi qancha harakat qilishmasin, ushbu kechaning asosiy qahramoni hech qanday shak shubhasiz savatchadan joy olgan yigitcha bo'ladi. Yoki tumor maymun yo'q, bizningcha bolakayda imkoniyat ko'proq, ayniqsa u o'yinda ham o'zini yaxshi tomonlama ko'rsatgan bo'lsa. Yana shunday holatlar bo'ladiki, o'yinning haqiqiy yulduziga o'yinchilar emas, ularning murabbiylari aylanadi. Ko'pchilik muxlislar ularning ehtiroslarini kuzatishni yoqtirishadi. Axir ularning har biri o'z jamoasi uchun har xil qayg'uradi. Texaslik mana bu murabbiy portlovchi xarakterga ega ekan. Agar uning jamoasi uni xafa qilsa, hatto stolni ham irg'itib yuborishi mumkin. Mana bu sizga boshqa misol. Sportchilar o'yinga shunchalik ko'p e'tibor qaratdiki, ba'zida ularga yuzlab odamlar qarab turganini esdan chiqaradilar. Axir kiyimni tartibga keltirish zarur bo'lib qolsa, nima ham qilish mumkin? Sizlarga maslahatim, basketbolga kirmoqchi bo'lsangiz, biletni yuqoriroq o'rindiqdan oling. Bo'lmasa har narsa sodir bo'lishi mumkin. Hatto o'yinchilardan biri sizning oldingizda dam olishga qaror qilib, hatto ichimligingizga ham ko'z olaytirishi mumkin. Ma'lum bo'lishi shunaqasi ham bo'lar ekan. Asosiysi siz muxlislik qiladigan jamoa o'yinchisi bo'lsin. Yo'qsa o'z ichimligini raqib bilan bo'lishni ko'pchilik xohlamagan bo'lardi. Mabodo maydonda sizning nabirangiz o'ynayotgan bo'lsa, qo'rqmasdan birinchi qatorda o'tirishingiz mumkin. Mana bu basketbolchi o'z buvasini o'pib qo'yishga ham vaqt topdi. Buvasi esa buni bilgandek go'yo. Boshqa bir holatda esa muxbir uning ortida bo'layotgan hodisaga e'tibor qaratishni xohlamayotgandek go'yo. Axir uning ortida basketbolchilar baletga tushishni boshlab yuborishgandi. Mana senga sport, ular haqiqiy raqqoslarga o'xshab harakat qilishmayotgandir, lekin ularning raqsi ham tahsinga sazovor. Boks. Bokschilar jangdan oldin g'alabaga bo'lgan ishonchini namoyish qilib, o'zini va ommani qizitishga harakat qilishini payqagan bo'lsangiz kerak. Ular raqibini qo'rquvga solish uchun dahshatli ovoz chiqaradilar. Albatta, qo'rqqan odamni yutish osonroq. Bokschilarning o'zlari ham jangdan oldin diqqatlarini jamlab, to'liq quvvat bilan harakat qilishlari zarurdir. Ko'pchilik sportchilar jang boshlanishi eng muhim deb hisoblagan holda ringga ko'tarilishdan oldin hatto maxsus ritualga ham amal qiladilar. Mana bu bokschida nimagadir boshidanoq emas. Bu bokschi esa ringga to'g'ri ko'tarila olgan bo'lsa-da, raqib oldida bunday paydo bo'lishni effektli deb atash qiyin. Shunday holatlar ham bo'ladiki, bokschilardan biri birin-ketin zarbalar yo'llaydi, keyin esa tekis yo'lda yiqilib tushadi. Mana bu omadsizlik. Mana bu jangchi har doim g'olib bo'ladi, mabodo u g'alabaga erishmasa, uning buvasi paydo bo'ladi va haqiqatni qaror toptiradi. Futbol. Darvozabonning har qanday xatosi butun jamoani mag'lub bo'lishga olib kelishi mumkin. Mana bu golkiper nafaqat adashib to'pga zarba bera olmadi, balki umuman u qayerga ketganini ham payqamay qoldi. Baxtiga u vaqtida o'ziga keldi va gol urilmadi. Hamma ham xato qiladi, asosiysi barchasini vaqtida to'g'irlash. Mana bu darvozabon esa vaziyatni o'nglashdan uddasidan chiqa olmadi va go'yoki uning o'zi raqibiga gol urishga yordam bergandek. Mana bu xato, buning uchun sheriklari unga aniq rahmat aytmaydi. Bizningcha uning jamoadoshlari goldan keyin o'zlarini taxminan bunday tutishgan. Hokkey.
Juda orziqib kutilgan kubok deyarli qo'lingizda bo'lsa ham, xotirjamlikka berilish yaramaydi. Birgina keraksiz harakat va sovrin bo'laklarga bo'linib ketishi mumkin. Lekin shunday oddiy narsaga ham ko'ngilni cho'ktirish yaramaydi. Axir asosiysi kubok emas, asosiysi muxlislarning xursandchiligi, murabbiyning maqtovi va albatta gonorar. Bugun jamoada nishonlash uchun sabab bor. Bu yerda esa mag'lub bo'lgan jamoaning murabbiyi xumordan chiqayotgan ko'rinadi. Uning qaynoq qo'llari ostiga to'g'ri kelishni hech kimga tilamagan bo'lardim. U ushbu kulishka bilan birortasini o'ldirishga ham tayyor. Muxlislar esa ba'zida sovrin kulishki uchun bir-birlarini o'ldirishga tayyor. Bu kishi unga yopishib olganini qarang, bizningcha o'yinda hech kimga bermasa kerak. Beysbol. Ba'zida o'yin natijasiga umuman sportchilarga bog'liq bo'lmagan holatlar ham ta'sir qilishi mumkin. Lekin oddiygina olmaxon ommani ko'zini quvontirishdan tashqari yana nimaga ta'sir qilishi mumkin? Lekin bu oddiy olmaxon emas, bu sportchi olmaxon va u o'z o'ljasini tanlagan ko'rinadi. Balki hayvonlar ham beysbolni yoqtirsa kerak va u o'zining sevimli jamoasiga yordam berishga qaror qildi. Ko'pchilik sportchilarning o'zlari tushungan rituali bo'ladi, lekin nima uchun bu beysbolchi o'z bitasini yalamoqda? Bu kamida juda g'alati ko'rinadi. Beysbolchining oyoq kiyimi juda qulay bo'lish kerak va iplari yaxshi bog'langan bo'lish kerak. Yo'qsa uni shundoqqina yurib ketayotgan joyda tushirib qo'yishi mumkin. Sportda har qanday mayda juda ham katta ahamiyatga ega. Raqiblar ba'zida bir-biriga juda haqoratli so'zlar aytishadi. Masalan, orqamni o'pib qo'y, lekin bu haqiqatan ham amalga oshganini birinchi marta ko'rishim. Qanday noqulay holat. Bu yigitcha nima ayb ish qilganini bilmadim-u, lekin uning jamoadoshlari uni unchalik ham xushlamasa kerak. Balki u juda ko'p gapirar. Sarkashlar. Professional sportchi bo'lsa ham ayollar baribir ayolligicha qoladi. Ularning barchasi chiroyli ko'ringiz keladi, ayniqsa ularni butun dunyo bo'ylab minglab odam tomosha qilayotganini bilsa. Lekin ba'zida juda noqulay holatlar ham bo'lib turadi. Masalan, bu qizni sakrayotgan vaqtida pariga uchib ketdi. Ko'pchilik uchun bu hech narsani anglatmaydi, axir asosiysi u qanchalik uzoqqa sakragani. Lekin sportchi qizning kayfiyati buzilgani aniq. Umid qilamizki, muxlislar bu holatni to'g'ri qabul qilishgan va qizni ustidan kulish o'rniga uni qo'llab-quvvatlashgan. Lekin ba'zi sportchi qizlarni ularga juda ko'p odam qarab turgani umuman xavotirga solmaydi. Albatta, yengil atletika tarixida boshidan pariga uchib ketgan yigitlar uchramagan, lekin bu sport turida ularni boshqa omadsizliklar ta'qib qiladi. Masalan, ushbu uzun tayoq bu yigitni og'irligini ko'tara olmadi. Amerika futboli. Bu ayollar zarur bo'lganda qanchalar hiylagar bo'lishadi. Ular g'alaba uchun har narsaga tayyor bo'lishadi, ayniqsa Amerika futboli o'ynayotganda. Axir bu juda shafqatsiz sport turi hisoblanadi. To'pga egalik qilish uchun sportchi qizlar nimalarni ishga solishmaydi. Ba'zilari hatto raqiblarini ishtonlarni ham yechib tashlashga tayyor bo'lishadi. Mana bu yigit bilan esa juda ajib holat yuz bergan. U Amerika futbol tarixiga eng kuchli Xatiyo nomi bilan kirgan. To'pni qabul qilib olgan Jim Marshall qaysi tomonga qarab yugurish kerakligini adashtirib qo'ydi va 60 metr teskari tarafga qarab yugurdi. To'pni tashlab g'alabani nishonlashni boshlab yubordi. Raqiblar esa uni yelkasiga urib, olqishlab qo'yishdi. U murabbiydan qanday so'zlarni qabul qilib olganini esa faqatgina taxmin qilish mumkin. Ko'rib turganingizdek, professionallar ham xato qilishadi. Ba'zilar sportchilarni kaltabag'im deb hisoblaydilar. Chunki ularning fikricha sportchilar uchun asosiysi mushaklar, aql emas. Lekin aslida har doim har yerda kim ayyorroq bo'lsa, o'sha g'alaba qozonadi. Bir nechta sportchi raqibdan to'pni olib qo'yish uchun uning ustiga o'zini otgan bir vaqtda bir o'yinchi chetga yumalab ketgan to'pga ega chiqdi. Shunday ekan, sportda har doim ham kuch birinchi o'rinda emas. Tennis. Ba'zi sportchilar nafaqat o'ta aqlli bo'lishadi, balki favqulodda aktyorlik mahorati va hazil tuyg'usiga ham ega bo'lishadi. To'p haqiqatan ham sportchining tizzasiga tegdi va bu juda og'riqli. Lekin shunga qaramay yiqilayotgan vaqtida uning jilmayotganini ko'rishingiz mumkin. Boshqa tennischilar esa butun umr raqs bilan shug'ullanishni orzu qilishgan-u, lekin baribir tennisni tanlashgan ko'rinadi. Hech qisi yo'q, sport kortlarida ham raqsga tushish mumkin. Asosiysi barchasini yurakdan bajarish zarur. Ma'lum bo'lishicha, mashhur tennischi bo'lish oson, lekin futbolkani bir martada to'g'ri kiyish ancha muammo tug'dirishi mumkin. Qo'rqinchlik yeri yo'q, qiyinchilik bilan bo'lsa-da futbolka kiyildi. Ayollar futboli. Bir qarashda ayollar futboli erkaklarnikidan umuman farq qilmaydigandek, lekin erkaklar futbolida bunday holat umuman yuz bermaydi.
Ikkita raqibning sochlari bir-biriga chigallashib ketdi va tashqi yordamsiz ular bundan qutulishning imkonini topa olishmadi. Hauzen Kogel ham maydonda muammo tug'dirishi mumkin. Lekin shuni bila turib ham ayollar sochini kesishga shoshilishmaydi. Nima qilsa ham ayol baribir ayolligicha qoladi. Qolgan narsalarda ayol futbolchilar erkaklardan unchalik farq qilmaydi. Ular ham adashishi mumkin va bular ham juda kulgili ko'rinadi. Bu holat erkaklar futbolda yuz bergan, lekin ayol kishi ishtirokida. Ba'zida futbolchilar o'yinga shu qadar berilib ketadiki, ular oldida turgan shunchaki hakam emas, birinchi o'rinda ayol kishi ekanligini eslardan chiqarib qo'yishadi va bu katta xatoga aylanadi. Muxlislar. Ba'zida muxlislar passiv tomoshabin bo'lishni xohlamaydilar va ular ham shou ishtirokchisiga aylanib qoladilar. Masalan, voleybol o'yinlarining birida fanatlar haqiqiy fleshbomni amalga oshirishdi. Ular bolalar yoqtirgan o'yinini, hakamning har bir harakatini teng takrorlagan holda o'ynashdi. Tashqaridan qaraganda bu juda jahlni chiqaradigan holat hisoblanadi. Agarda siz biron marta bunday o'yinni ishtirokchisiga aylangan bo'lsangiz, bu avvaliga juda qiziqarli tuyuladi, keyinchalik esa jahlni chiqarishni boshlaydi. Muxlislarning bunday harakatini o'yinchilar qanday baholadi bilmadik-ku, lekin ishoning, tribunada bunday holat bo'lsa, to'pni kuzatish bir muncha qiyinlashadi. Lekin muxlislar yurakdan rohatlanishdi. Haqiqiy fanat o'z kumirini ko'rish uchun har narsaga tayyor bo'ladi. Lekin xavfsizlik choralarini ham esdan chiqarmaslik kerak. Mana bu sport muxlisi shu qadar ishqiboz ekanki, hatto ringga parashyutda tushishga qaror qildi. Shu bilan u nafaqat o'z hayotini, balki boshqa ko'plab odamlarning ham hayotini xavf ostiga qo'ydi. Yaxshiyamki hech kim jabr ko'rmadi. Parashyutchi ring atrofidagi arqonlarga o'ralashib qoldi va shu zahoti u tomonga odamlar yopirilib kela boshladi. Biroq qo'riqchilar darhol xavfsizlikni ta'minlashning uddasidan chiqishdi, lekin jangni to'xtatib turishga to'g'ri keldi. Agarda siz sport musobaqalarini muntazam kuzatib borsangiz, bo'lsa kamerasi haqida bilsangiz kerak. Bu shunday ijtimoiy o'yin hisoblanib, tanaffuslar vaqtida kamera tribunaga yo'naltiriladi va ekranda paydo bo'lgan juftlik o'pishish kerak bo'ladi. Qoidasi bo'yicha bu juda romantik holat hisoblanadi, lekin ba'zida juda noqulay vaziyatlar ham yuzaga keladi. Bu ayol birinchi to'qnash kelgan kishini o'pmoqchi bo'ldi, lekin u kishi o'pishni xohlamadi. Shu sababli boshi qo'shnisiga tashlandi. Bunisi esa qochishga ulgurmay qoldi. Lekin bu bo'lsani u bilan birga kelgan dugonasi to'g'ri qabul qilmadi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan qiziqarli ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.